Assalomu alaykum hammaga do'stlar, bugun yangi airdrop, yangi token to'g'risida gaplashamiz. Qo'ldan kelgancha barcha ma'lumotlarni aytaman videorolik davomida. Sizlardan paddashga faqatgina like, podpiska jigarlar. Hammaga omad. Men esa videorolikni boshladim. Mana jigarlar, bizning platformamiz kriptovalyutali kashulok ekan. Endi bunda e'tibor beringizlar, bu yerda hali sotuvga chiqmagan yangi token asta sekinlik bilan ko'tarilayotgan narsa ekan hali bu. Endi nima bo'lyapti? YouTube'da ham endi videolar chiqyapti hali bu platformaning. Endi e'tibor beringizlar, bu yerda eng pastroqqa tushsak, bu yerda hamma ma'lumotlar berilgan. Albatta rus tilida, o'zbek tili yo'q ekan, turkcha bor ekan, ingliz tili, rus tili. Короче, rus tilida ko'pchilik biladi ruschani menimcha. Menga o'xshab yaxshi bilmaydiganlar endi bilmadim, tarjima qilib o'qisalaringiz ham bo'ladi. Mana bu yerda hamma ma'lumotlar berilgan. Masalan, endi bu token qachon sotuvga chiqadi, suda, короче, shunga o'xshash ma'lumotlar berilgan menimcha. Hali YouTube'da ham o'zbekcha videosi yo'q hali bu. Bu nima, airdrop sotuvga chiqsa, o'zi 60% odamlarga bo'lib beriladi ekan. Mana bu yerda hamma nimalar, qancha foizi kimga ketadi, qancha foizi kimga beriladi, hammasi yozilgan do'stlar. Shularni kim rus tiliga yaxshi tushunsa, albatta bemalol o'qib o'zlaringiz tekshirib chiqishlaringiz mumkin. Xo'p, endi bu yerda birinchi navbatda qiladigan ishimiz nima do'stlar? Bu bepul bizga token beryapti. Shunchaki ro'yxatdan o'tganimiz uchun token beryapti. Ro'yxatdan o'tish uchun birinchi navbatda nima qilishimiz kerak, jigarlar? Birinchi navbatda biz telefonimiz yoki kompyuterimiz yoki nimaga bo'lsa skachat qilib olishimiz kerak buni programmasini do'stlar. Hozir bu mana bu hozir biz bu yerda saytida turibmiz. Biz bu yerda telefonimiz Android bo'lsa, albatta mana buni bosib skachat qilishimiz kerak jigarlar. Men o'zim mana shuni bosib programmasini skachat qildim. Mana ustiga bossak o'zi skachat degan yozuv chiqadi. Все равно skachatni bosamiz va skachat qilib olamiz do'stlar. Men endi skachat qilib olganman buni. Skachat qilib olganman. Hamma narsa tayyor menda. Albatta nimaga tushadi? Mana bu hammada telefonlarda mana bunaqa narsa bor do'stlar. Mana shu papkaga tushadi. Tushgandan keyin albatta siz uni kirib ustanod qilib olasiz. Ustanod qilganlaringizdan keyin mana bunaqa bo'lib programma bo'lib ekranga chiqadi jigarlar. Ekranga chiqqandan keyin biz nima qilamiz? Albatta ustiga bosib kiramiz bunga. Bunga kirganimizda mana bunaqa narsalar chiqadi. Endi biz sozdat kashulok, ya'ni kashulokni sozdat qilamiz do'stlar. Mana pastdagi galichkani bosib turib, endi mana bu sozdat kashulokni ustiga bosamiz. Bu yerda albatta pin kod qo'yishimiz kerak. 2 marotaba pin kod yozamiz. Hozir men pin kodni yozaman, keyin undan keyin yana bitta qaytadan yoz deydi, yana bir marta yozamiz. 2 marta yozishimiz kerak. Mana jigarlar yozdim men. Keyin mana bunaqa narsa chiqdi undan keyin. Endi nima qilamiz? Mana pastda ikkitasiga ham galichka qo'yishimiz kerak jigarlar. Tak, hozir mana bosildi. Prosta internet sustligi uchun galichkalar juda ham sekin nima bo'lyapti, ishlayapti. Hozir pastdagisiga ham galichkani bosamiz. Tak, shto bosib turib qo'yib yuborish kerakmi, qanday? Keyin mana bu eng pastda nimani mnemotическая фразу. Сгенерировать mnemotическую фразу. O'ta bir xunuk yozuvlar bor ekan jigarlar bu yerda. Mana shu yerda ham nima bo'ladi bizda? Avtomatik mana shu narsani ham albatta juda ham kerakli narsa bo'ladi bu. Shuning uchun albatta screenshot qilibmi, endi bilmadim, qandaydir nimani saqlanib qo'yish kerak-da. Mana kaprovod bufetni obmenda bosib turib. Hozir men nimani bosaman? Продолжitni. Mana kaprovod buferda obmenda kaprovod qilib turib, keyin продолжitni bosishimiz kerak jigarlar. Xo'sh, продолжitni bosamiz. Undan keyin jigarlar bu yerda kodlar chiqadi. Buni to'g'ri topishimiz kerak. Masalan, hozir men nima qilib chiqaman bular? To'g'rilab chiqaman. Mana jigarlar bo'ldi, bosdik. Hammasi понятно. Уже internetim sekin ishlagani uchun bizda sal sekinroq nima bo'ldi menda. Lekin bir amallab nima qilib oldim, kirib oldim. Endi qarangizlar, bizning balansimiz hozircha 0 ga teng, lekin bu yerda albatta men mana bu joyga kirishimiz kerak. E'tibor beringlar, mana Пригласить degan joyda bu yerda kod приглашение bor jigarlar. Kod приглашение, kod yozib qoldiraman men. O'sha kodni mana bu yerga yozishimiz kerak. Mana shu yerga o'sha men qoldirgan kodni mana shu yerga yozsalaringiz, sizlarga 3000 token beriladi jigarlar. Hozir men bu yerga o'zim yozaman.
va 3000 tokenni olaman. Mana jigarlar bo'ldi. O'sha kodni yozib отправить bosdim. Nima bo'ldi? Uspешно bo'ldi. Endi shunday orqaga qaytsam, o'sha balansimga e'tibor beringizlar. $900 ga teng bo'lgan mana Satu nimasini berdi. 3000 ta tokenini berdi jigarlar. Satu tokenlarini berdi. Xo'p. Endi bu yerda Satu bor ekan, Atu degan nima bor ekan, keyin Tron bor ekan, USD bor ekan jigarlar. Hammasi shu yerda. Короче, nima qilamiz? Bu yerda e'tibor beringizlar. Masalan, bu kashulakka pul solish uchun mana получitni bosib turib, bemalol TRK20, ya'ni Tron deb bas qilsak bo'ladi ekan. Tak, перевод chiqarish ham shu. Tron USD bemalol nima qilsak bo'laveradi ekan jigarlar. Bu yerda ham shu P2 P bor ekan, masalan, kimga kerak bo'lsa. E'tibor beringizlar, bu yerda yana nimalari bor. Masalan, Twitterga obuna bo'lamiz. Bularni Twitterga obuna bo'lsak, yana 1000 ta beradi ekan Satu. Telegramga obuna bo'lsak, gruppasiga, men Telegram gruppasini ham, nimalarni ham qoldiraman jigarlar. Bemalol mana Telegram gruppalarini nachatni bosamiz va bizda Telegram gruppalariga o'tkazadi. Tak что mana bu Telegram gruppalari. Bunga sразу obuna bo'lamiz va undan keyin orqaga qaytishimiz kerak. Orqaga qaytdik. Endi mana bu nachat kanallariga kiramiz. Prisidenaz. Короче, kanallarga ham obuna bo'lamiz. Kanallarda ham e'tibor beringizlar, 50 mingga yaqin obunachi bor ekan o'zi. Endi просто qaytamiz va так, ссылка для подтверждения выполнения задачи deyapti. Так, bu yerga ссылка qandaydir nimani qo'yishimiz kerak ekan, yaxshi tushunmadim. Screenshot качества доказательства. Так, после завершения взаимодействия нажмите кнопку для подтверждения. Короче, biz obuna bo'ldik va проверка. Nega nimalarni jo'natishimiz kerak ekan? Bizda ishlar Короче, screenshot qilib tashlash kerakmi qandaqada? Kanallarga obuna bo'lganimizda screenshot qilib tashlashimiz kerak. O'shanda menimcha bizga keyin проверкаga jo'natamiz va bizga Satu nimalarni beradi ekan jigarlar menimcha. Так что video cho'zilib ketadi agar men unday qiladigan bo'lsam. Xo'p. Endi bu yerda mana bu birinchi bo'limga o'tamiz. Yo, mana bu yerda paddeshkasi bor ekan jigarlar. Kimda qanday savol bo'lsa, xo'p, mana bu yerda moy degan joyga kiramiz. Bu yerda xuddi shunday do'stlar. Masalan, bu yerda поделиться с друзьями, моя команда, заявка на работу bor ekan, управление кошелек. Так. Настройка безопасность. Заявка на работу. Bu yerda bilmadim nimalar bor. Tak что yaxshi tushunmadim men ham bu joylarga. Lekin jigarlar, o'zi bir oddiygina bir narsa ekan. Prosta tak sabr qilib turishimiz kerak. Bu sotuvga chiqsa, bu mana bu Satumiz bizda qancha bo'ladi endi bilmayman. Mana bu yerda hozircha nima qilib qo'yibdi. Lekin bu yerda nimasi ham bor. Menimcha kim odam taklif qilsa, masalan, nimasi bor-ku, Priglasit degan joyga jigarlar, kim mana bu kodni nima qilsa, hozir men ham masalan boshqa odamning kodini terib, o'sha $900 ga teng bo'lgan 3000 ta tokenni oldim. Masalan, sizlar ham o'sha mana bu yerdagi yozadigan joyga o'zlaringiznikiga mana buni yozsalaringiz, sizlarga ham beradi o'shani. Keyin sizlar o'zlaringiznikini boshqa odamga aytsalaringiz, boshqa odam sizlarnikini yozadi. Короче, shunaqa ketaveradi-da. Masalan, men boshqanikini yozgan bo'lsam, sizlar menikini yozasizlar masalan. Sizlarnikini sizlar boshqalarga aytsalaringiz, sizlar boshqalar sizlarnikini yozib bonus oladi masalan. Shutib через bo'lib ketaveradi jigarlar. Endi referalni menimcha ko'pchilik bilsa kerak, tushunadi menimcha hamma. Keyin bu yerda e'tibor beringizlar, mayda YouTube kanallari ham bor. Shunda bossalaringiz o'zi premium bular YouTube kanallariga o'tkazaveradi va bu yerda YouTube kanallarida ham уже 8 ta video qo'ygan va уже asta-sekinlik bilan YouTube kanallari ham уже mana hamma ma'lumotlarni mana shu YouTube kanallaridan olsak ham bo'ladi. 6000 ta подписчик bor o'zi. Obuna bo'lib qo'yamiz, podpisatsiyani bosib qo'yamiz va mana bu qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yamiz, чтобы bu kashulokda, ya'ni tokenlar nima bo'lyapti, qanday yangiliklar bor, hammasi to'g'risida xabardor bo'lish uchun albatta shunaqa qilib qo'ysak
xabardor bo'lib turamiz jigarlar. Xo'p. Menimcha hammasi tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. O'zi oddiygina bir narsa ekan, bir nima joyi yo'q ekan. Mana bu yerda nimasini birjada nimasini ko'rsatib qo'yibdi jigarlar. Birja. Короче, Ethereum hamma kriptovalyutalarda nimasini tushish, ya'ni kurslarini nimasini ko'rsatib qo'yibdi. Tak. Mana Satu degan nimasi ham o'zi ham bor ekan, prosta ichiga kirib bo'lmadi. Bunisi ko'rsak bo'lardi. 0 bittasini narxi 0.30 sentga tengmi ekan? Shunaqa ekan. Narxi ham yozilgan ekan mana. Litecoin narxi to'g'ri ko'rsatilgan bu yerda. Tak, Bitcoin ham narxi to'g'ri ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Mana 86.810 dollar Bitcoin narxi hozirgi kunda. Короче, do'stlar, shunaqa gaplar. Kimda qanday savol bo'lsa, endi bilmadim. Nima bo'ladi, nima qiladi? Tushunmagan joylaringizda shu kommentariyada yozib qoldirsalaringiz, qo'ldan kelgancha bilganimcha men ham javob berishga harakat qilaman jigarlar. Tak, lekin mana shularni nima qilmadik-da. 1000 tadan berardi-da, masalan. 1000 tadan bermaydi ekan bu jigarlar. Vыступайте в группе и канале deyapti-da. Tak что jigarlar, bunda shu Telegram kanallari bilan nimasiga obuna bo'lish kerak va obuna bo'lgandan keyin bularga доказательство, ya'ni dokazat qilish kerak-da. Tak, bu yerga nimani yozish kerakmi? Bu qanaqa видите ссылка для подтверждения выполнения задачи deyapti, lekin qandaydir silka yozish kerak bu yerga. Keyin mana yerga skrinshot qilib tashlash kerak ekan. Bilmadim endi qanday nima qilish kerak uni. Kim proverka qilib uni ham berishi mumkin jigarlar. Tak, PXP degan joyda ishlama yo'q hozircha. Shu do'stlar, просто tak mana shu bonusni olib nima qilib qo'yamiz. Keyinchalik nima bo'ladi endi kuzatib tursak, biror narsa bo'lish kerak jigarlar, baribir. Shunchaki bo'lmaydi hech narsa. Bular endi shu narsani tashkil qildimi endi bilmadim. Albatta biror narsa bo'ladiki, shu narsani tashkil qilgan. Bunga qancha odamning mehnati ketgan endi bilmadim, endi ko'ramiz, kuzatib tursak. Shunda ro'yxatdan o'tib, o'sha 900 dollarga teng bo'lgan token olib qo'ysak, Satu degan monetani olib qo'ysak, endi ko'ramiz jigarlar nima bo'ladi oxirida. Albatta kirishda foydalangan kodlaringizni albatta esdan chiqarmangizlar, chunki kodlarni o'zgartirib bo'lmas ekan keyin. Shularni ham aytib qo'yay jigarlar, o'shaning uchun hamma ro'yxatdan o'tishdagi kirgan parollaringizni albatta kodlarni eslab qolishinglar kerak yoki bo'lmasa biron joyga yozib qo'yishinglar kerak. Tak что menimcha qo'ldan kelgancha barcha ma'lumotni berdim jigarlar. Hammaga omad, sog' bo'linglar. Harakat qilib qo'ysak bizdan hech narsa ketmaydi jigarlar. Biron narsa bo'lib qolishi mumkin bu narsa.